Bugün sizlarga biz sırtlar şundaq yaqtirib yeydigan tangjavzni oilalar rang va ta'm jihatda o'xshash holda qilishni o'rgatib qo'yay. Qilish usuli nihoyat oddiy bo'lib, bir qatim ko'rsangiz chuqur bugun alaysiz, ham o'rganish boshlaylik. Avval ketadigan materiallardan dufu, yubasay, mogo va qarmurlarni bo'lsa suratga tayyor qilamiz. Ondan sho'xlar va muvofiq miqdorda pintozni suvga chilib olamiz. Bu suratga chiqmay qopti. Oldin ichib tayyor qilib olgan jiltimizga qiymimizni silib, o'zimizning yaqtirish bo'yicha javozni tugib olsak bo'ldi. Bazı dostlar soruş mümkün bunun kıymısına alayı talep var deb. Adette biz suşturunun kıymasını qanday qilsak bo'ladi urug'di qilla. Hemen javuzlarni chiroqli tugib tayyor qilib bo'ldik. Endi qozonga nihoyat oz miqdorda may qo'yib, may qiziganda zanjibil, so'mpiya, samsoqlarni solib, birdan qorib, bizlik biroq chiqarib, orqadan sho'xilni solib, sho'xilni uzoqroq qorib, suyini to'liq chiqarib olgandan keyin cho'ng ustamning tangjavuz testi qo'sdan bir xalt solamiz. Cho'ng ustamning cho'ngligi bor deb, oila chuqur bir sinab qilgan urug'di qilla tam alayda esil chiqdi. Testi birdan qorib, to'liq eritib olgandan keyin ustiga o'zimizning amaliy ahvoliga qarab, muvofiq miqdorda suv qo'yib, suv qaynagandan keyin tayyor qilib olgan materiallarimizni solamiz. Oldin pintoziga to'mroq pintoz ishlatishni tavsiya qilmayman urug'di qilla. Men aldirab qog'ochga mushni ishlatdim. Buni 2 minut atrofida qaynatib olgandan keyin ustiga muvofiq miqdorda tuz va javuzlarni solib, ustiga oz miqdorda ochiq suv quyib etib, buni yana 3 minut atrofida qaynatib, javozni bir qadar pishiribla, ustiga yubaslaylarni solib, yana bir qaynatibla qachig'ilib iste'mol qilsak bo'ldi. Ammo oxirida qo'llash nihoyat oddiy urug' tuqqanlar. Haqsiz yurakdan birini besib, piyonlar rayoniga gullarni ko'plab yo'llab qo'ysanglar, buningdan ortiq qo'llash bo'lmaydi. Kelar sani ko'rishaylik, xayr xo'sh.